Ay, nima qilding? O'zingcha bizni yutamiz deb o'yladingmi? Pulni qaytar. Hamma pul senlarga. Qaytar yana. Ushlab olindi o'zing. Yaramas. Qochib berdi hozir telefon qiladigan aylaga. Yugur. Yana raisga aytib bersa yomon bo'lardi ekan. Uyimda eshigi ham yo'q hattoki. Qattiq tomog'im og'riyapti. Mana buni qo'yib turay sal bo'lsa-da. Odam kirolmaydi. Yaramaslar. Biroz uxlab damimni olay. Hamma yog'im og'rib turdim-ku. Shu zabroshka uydaman haliyam. Nima qilsam ekan? Yaramaslar meni shunday ura olishdi. Men o'zimcha cho'p bilan ular urmoqchiman. Kuchim yetmasligini bilib turib ham urishdim ular bilan. Uyim ham juda ham zo'rda. Qaranglar. Вообще musor chiqib yotgan uy. Yaxshigina yashab yurdim o'sha uyda. Ey, faol, uyga. Hozir ketyapman, Jamol. Senda bir ish bor, faol. Qanaqa ish ekan? Kuching ko'p seni, xo'pmi? Xo'p. Qanaqa ish? Ana o do'konchiga o'g'rilikka tushsak nima qilamiz, do'stim? Senga yordam bo'lardi. Qanday bo'larkin, a? Kechib tushganda o'tiraveradi. Orqa tomondan bildirmasdan kirib, ovqatlarni olib chiqamiz. Yaxshi reja lekin. Kirib olib chiqsak bo'ladi. Men bora olmayman. Faqat sen o'zing bor. Qo'rqyapman ancha. Xo'p, mayli. Senga yordam bo'lar dedim-da, do'stim. Xo'p. Shunaqangi ishlarga ham aralashib qolyapman-da. Mayli, sog' bo'l. Sen ham sog' bo'l. Biroz mazam ham yo'q-da shu. Hozir kiraman shu do'konni o'g'irlayman. Faqat biroz kech tushishini kutish kerak. Keyin ancha vaqt yetarli ovqatim bo'ladi. Kech ham tushdi. Endi o'g'irlashga tayyorlanaversak bo'ladi. Bildirmasdan orqadan kiramiz. Ey, faol, nima qilyapsan? Do'konga o'g'irlikka tushmoqchiman, lekin hech kimga aytib qo'yma. Xo'p, aytmayman. Bildirmasdan eshikni ochish kerak. Eshik qulfini buzishim kerak. Ana. Sezmadi. Bildirmasdan kirib. Aroqni bittasi ham yetaveradi, do'stlar. Tez ketishim kerak, hozir bo'lmasa payqab qolish mumkin. Mana. Hech kimga aytib qo'ymay, xo'pmi? Xo'p, aytmayman. Mana senga ham kerak bo'lib qolar mana bu sosiska. O'zimga gazirovka oldim-ki, o'zimga kerakli bo'ladigan. Bilmadi, yaxshi ham bilmadi. Qani Jamol kiyiv kiray. Jamol. Men uni do'konda bordim. Yaxshi bo'pti-ku. Qan tashlachi narsalaringdan. Mana hozir. Mana bu xo'tuk senga. Rahmat, faol. O'zi payqamay qoldi-ki, bildirmasdan kirib olib chiqdim. Ajib bilmay qoldi. Boshqa jitillar ko'rmadi, faqat orqada bitta alkash ko'rdi. Menga tanish bo'ladi, aytmasa kerak hech kimga. Ha, to'g'ri.